Qani kuni bitta ukam aytayotdi. Aka, siz gelikda yuribsiz-da, shuncha odamga yo'l beradi. Matizda yurib ko'ring, ko'rasiz, aka, odamlarning muomalasini deyotdi. Qani bitta Matizda yurib ko'ramiz. Haqiqatda odamga yo'l bermay siqib tashamiki yoki u o'zi vashiyati Matizdami yo ichida o'tirgan odamdanmi? Shuni qisqacha sizlar bilan ko'ramiz. Ukamning mashinasi krasavchik qilib qo'ygan mashinani. Akkuratni, men ham o'zi birinchi haydagan mashinam 3 talik Matiz bo'lgan. Akvarium ko'rasizlar, tonirovkasi ham yo'q. Xullas, o'sha gap, akalar, odamning qadri mashina bilan emas, mashinani ichida o'tirgan odam bilan belgilanadi. Ana avf deydi. Krasavchik mashinada. Rosa kira qilardim-da mashinada. 2010-yillarda, 2011-yillarda rosa kira qilardim. Uka, xafa bo'lmaysiz, mashinangizni videoga olib boraman. Mana shu aka lekin signal chalib o'tib ketdilar ana. Endi balkim shoshayotgandirlar, to'g'ri gumonda bo'lamiz. Bap qilib signal chalib o'tib ketdilar. Qani svetoforda signal chalisharmikan? Hozir qani orqamda mana Cobalt kelib to'xtadi orqamga. Orqamga Cobalt kelib to'xtadi. Yashil yonni qani chalarmikan? Qani bir sirraz chalishdi, sirraz. Matizda yurishni zo'r tarafini aytaymi? Menga yoqqan tarafi hech kim qaramas ekan. Svetofor turasizmi, qo'zg'alasizmi? Umuman hech kim e'tibor bermas ekan. Biror tanib qoldilar lekin. Xo'p, akalar, umumiy xulosa qiyin bo'lar ekan. Общийda, ya'ni yo'l berishmas ekan, haqiqatda yo'l berishmas ekan. Yo'l berishmayapti desa to'g'riroq bo'ladi. Narujeniya qilishga haqqingiz yo'q. Bez поворот kirishga yoki qanaqadir ozgina не то движение qilishga haqqingiz yo'q. Поворотni oldindan yoqib borishingiz kerak. Bo'lmasa bunaqa qarashyapti. Mana hamma aka shu ustimga haydab yubordilar xullas. Xo'p. Nima bo'lgan taqdirda ham akalar baribir hurmat qilish kerak odam bir-birini. Chunki uni ichida inson o'tiribdi. Xot Matizda bo'ladimi, xot Rolls-Royce'da bo'ladimi, inson o'tiribdi uni ichida. Viloyatning nomeri bo'ladimi, Toshkentning nomeri bo'ladimi, 10 bo'ladimi, 77 bo'ladimi, farqi yo'q. Xullas, yo'l berish kerak, hurmat qilish kerak, ro'za, Ramazon oylari jahl qilish kerak emas. Chiroyli muomala qilib, chunki baribir ertaga hammadan qolib ketadi, faqatgina shu shirin muomala qoladi. Akalar, joningiz sog' bo'lsin. Matizda yurgan akalar, qalban bilamiz.